Testosteron va estrogen gormon haqida ham juda tez o'tib ketib qolaman. Chunki doskada dars o'tishim kerak sizlarga. Sifatsiz uyqu erkaklarda testosteronni kamaytirib tashlaydi. Nimaga? Sifatsiz uyquda yashayotgan insonlarda hozir tushuntirdim. Gormonlar faoliyati yaxshi emas. Kortizol gormoni baland, insulin gormoni baland. Insulin gormoni erkaklarda baland bo'lsa, hurmatli erkaklar. Insulin gormoni erkaklarda baland bo'lsa, testosteronni, ya'ni ularga erkaklikni beradigan, mishsalarini chiroyli qiladigan, mana shu bir xil erkaklar bor, o'zi vazni chiqib ketgan, qorni chiqib ketgan, badanlari osiladi va ular mundoq qilib oynaga qarashadi, qornlarini uzib-uzib, qornim yaxshi, qornim yaxshi, xudo xolisa ozaman deb xotiniga maqtanib qo'yadi-yu, ba'zida bo'ladi shunaqa narsalar. Mana shunaqa erkaklarda ular testosteron tushib ketgan bo'ladi. Ya'ni qancha vazningiz katta bo'lsa, erkaklarda qorin katta bo'lsa, jigar razmerda kattalashgan hisoblanadi. Jigari katta insonda insulin gormon baland bo'ladi, testosteron pasayib ketaveradi o'rtoqlar. Nimaga? Insulin gormoni erkaklardagi o'sha erkak qilib chiroyli qilib turadigan, har taraflama kuchli qilib turadigan testosteron estrogenga aylanaveradi. Testosteron ko'tarilish o'rniga estrogenga aylanaveradi. Estrogen bu ayollarga nafislik beradigan, ayollarni terisini tortib turadigan, qarishini to'xtatib turadigan, suylarni yemirilishdan saqlab turadigan eng go'zal gormon hisoblanadi. Eng baxtli ayol kim? Estrogeni normada bo'lgan ayol. Estrogen normada bo'lgan ayolda klimaks uzoqroqdan keyin keladi. Ya'ni klimaksga tez yetib bormaydi. Sochlari chiroyli bo'ladi, so'ylari yemirilmaydi, tizzalari 25-30 yoshdan keyin og'rimaydi. Bellarini atrofi ingichka bo'ladi, bellarini atrofi yog' bosib ketmaydi, sog'lom bo'ladi, H sikli normada bo'ladi, o'zi chiroyli bo'ladi, sochlari uzun bo'ladi, to'kilmaydi. Kimda? Estrogeni normada bo'lgan ayollarda. Ko'ryapsizlar, ayollik gormoni. Erkakda insulin ko'tarilib ketsa, testosteronni estrogenga aylantirib, ayolga o'xshatib boradi. Ayolga o'xshagan degani tuzilishi o'xshab qolmaydi. Ayollardaqa badanda osilish, driablis boshlanadi. Ayollardaqa ko'k kerak chiqib, osilib qoladigan holatlar bo'ladi. Ko'rinishdan xuddi ayollarnikiga o'xshab, tuqqan ayolnikidaqa qorni osilib, pastga tushib qoladi. Mana buksalarning atrofida shunaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni bu sekin-sekin erkaklarda srazu bo'lmaydi, sekin-sekin bo'ladi. Erkaklarda eng opasniy narsa erkaklar birinchi visceralni yog' yig'adi. Ya'ni ichiga yig'adi erkaklar yog'ni. Jigar razmerda kattalashadi. Yuragida, qon tomirlarida, oshqozon osti bezida o'zgarishlar bo'ladi. Yog' bosishni boshlaydi. Erkak kishi ichkaridan boshlaydi. Mana shu narsa opasniy hisoblanadi. Keyin уже ancha paytdan keyin, bir necha yillardan keyin erkaklarda уже ko'rinishda o'zgarish boshlanadi. Ana shunday erkaklarda уже testosteron gormoni o'rtoqlar tushib ketgan bo'ladi. Ayollarda ham, o'rtoqlar, erkaklarda ham estrogen ham, testosteron ham normada bo'lishi kerak. Testosteron erkaklardagi, estrogen ayollarniki degan narsa yo'q. Testosteron erkaklarda ham normada bo'lishi kerak, ayollarda ham normada bo'lishi kerak. Estrogen ayollarda ham normada bo'lishi kerak, erkaklarda ham normada bo'lishi kerak. Tushunarli-a? 15 soniya ichida video ostidagi izohda qoldirilgan havola ustiga bosib, yopiq Telegram kanalimga ulanib oling.